bir qo'shiqni qayta eshitsangiz, meni fikrim, o'sha qo'shiq yaxshi qo'shiq. Qaytadan eshitgingiz kelsa, agar bir eshitsangiz u yaxshi ekan deb o'tkazib yorib, yana qaytib eshitgingiz kelmasa, demak o'rtacha qo'shiq bu. Shaxsan o'zingiz qaysi qo'shiqlarni takror eshitasiz? Kimgadir kerakligingizni chuqurroq his qilasiz. Uzoq muddat o'sha elaklardan saralanib dunyoga keladimi bir qo'shiq? Maqsad san'atda chiroyli qo'shiq yaratib berish odamlarga. Tirikchilik bilan bo'lib, kunini, yilini, umrini o'tganini sezmay qolar ekan. Do'stlardan yoki eng yaqin insonlaringizdan pand yegan paytlar. Men o'rganib qolganman bunga. O'zi hayotda to'la-to'kis hech kimga ishonmaslik kerak-da. Farzandlik umuman burchini ado eta oldingizmi? Haqiqiy farzand bo'la oldimmi, bo'la olmadimmi, buni bilmadim. Ko'proq yo'qotganingizdan keyin bilar ekansiz. Fayzimizni beraversin. Assalomu alaykum dilga yaqinlarim. Omonmisiz? Yana sizlar bilan Diltora loyihasi orqali diydorlashib turganimizdan behad shodimiz. Bugungi suhbatdoshimiz samimiy, kamtarin, ajoyib ovozi bilan tomoshabinlar qalbidan chuqur joy olgan ijodkor, Do'stlik ordeni sohibi Bahodir Mamajonov. Bahodir aka, sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Xush kelibsizlar avvalo. Haligi bizni yo'qlab, tog'larni bosib, bizni shahrimizga Rishtonga. Shu yurtda o'nib o'sganmiz, katta bo'lganmiz. Rishton hunarmandlar yurti deyiladi butun. Juda endi men eski otalardan eshitishimcha juda eski joy Rishton. Qadimgi joy deyshadi. O'shaning uchun syomkaga ham bu joy tanlaganlaring juda chiq bejiz emas ekan. Sizlarni ham mana qanaqadir yoqibdi. Bizni yurt xush kelibsizlar. Rahmat. Prezidentimiz farmonlariga muvofiq Do'stlik ordeni bilan taqdirlandingiz. Ushbu e'tirof, e'tibor muborak bo'lsin. Rahmat. Avvalo prezidentimizga rahmat, Madaniyat vazirligiga rahmat, viloyatimiz rahbarlariga rahmat. Umuman rostini aytsam kutmagandim, haligi bunaqa bo'ladi deb kutmagandim. Qanaqa bo'ldi o'sha jarayon? Kutmagandim. Men hech kutilmaganda qarorda uyda bir yaqinroq bir ukamiz telefon qilib, ijtimoiy tarmoqda shunaqa qaror chiqibdi deyishdi. Uyda edim o'sha kun. Endi men kutilmaganda, endi shuncha yil san'atda yurib, endi bunaqa birdaniga bir yilga san'atkorlarga bo'lgan e'tibor juda zo'r bo'ldi. Bir yil mana o'sha san'atkorlar bilan uchrashuvda o'sha yerda bir ko'pchilik farg'onalik san'atkorlar bilan o'tirib tingladik, eshitdik, qatnashdik. Juda chiroyli gaplar bo'ldi. San'atkorlarga juda yaxshi e'tibor bo'ldi. Mana shunday e'tiroflar ijodkorga nima beradi? Endi bu eng asosiysi meni nazarimda kimgadir kerakligingizni chuqurroq his qilasiz. Asosan xalqimizga. Mana yangi O'zbekistonimizning xalqiga, muxlislarga. Keyin muxlislaringizni ham qanchaligini bilib olar ekansiz. Shunaqada yana ko'nglingiz ko'tarilar ekan. Sizga haligi muxlislaringizni mehrini sezar ekansiz. Ijodkor o'zini mehnatlarini, mahsulini, samarasini ko'rsa boshqacha quvonadi, yanada ijodiga ijod qo'shiladi, to'g'rimi? To'g'ri. Shu san'atga kirib kelish jarayoni sizda qanday kechgan? 8-sinfimizni bitirganimdan keyin Farg'onadagi hozirgi ustozimiz Tavakkal Qodirov nomiga qo'yildi. Bilim yurti. Shu yerga o'qishga kirib ketib, u davrda an'anaviy qo'shiqchilik yo'q edi, unaqa fakultet. Faqat vokal fakulteti bo'lardi. Xalq cholg'u asboblari endi o'zbekcha bo'lardi-yu. Vokal fakultetida endi har xil tillarda qo'shiq aytilardi. Endi shu fakultetga kirib o'qiganman. O'qishga kirgansiz? Ha, o'sha yerda 1-4 yil bitirib. O'zi uydagilar sizni qo'llab-quvvatlaganmi shu yo'nalishda ijod qilishingizda? Endi yoki san'atkorlar bormi oilada? Yo'q, san'atkor yo'q. Endi ko'pchilikda bu ochig'ini aytish kerak, ko'pchilik birinchi juda ko'p san'atkorlarda bo'ladi-da. Endi ota-onasi agar san'atkor bo'lmasa, nima qilasan deyiladi. Eshitgansiz shuni. Qiynalasan deyshadi. Shuni eshitgansiz o'zingiz ham, hamma eshitgan. Qizlarni ham, bolalarni ham aytishadiki, yoshligida nima qilasan bir yaxshiroq kasbni egallagin. Unaqa deyiladi baribir, iloji yo'q, hammada bo'ladi. Endi bizda ham o'sha qatori aytilgan o'sha davrlarda. Endi u boshqa kasbga nima qilsang bo'lardi deyilgan endi. Sizda qiziqish bo'lgan shu yerda. Ha, mehr bo'lganda shu ishga endi haliga. Qo'shiqlar aytib, ijod qilib boshida men boshqa ish qilmaganman. Gapni ochig'i shu faqat qo'shiq aytib xalqimizga xizmatini qilib yuribmiz.
boshqa sohaga burilmaganman. Faqat shu haligi eskilar aytgandek, daraxt bitta joyda ko'karadi degandek shu. Xo'p, o'qishni tamomlagandan keyin yo'nalish qanaqa bo'ldi? Ijodni davom ettirish sizda? O'qishni tugatib harbiy xizmatga borib keldim. Moskvada xizmat qilganman. Rossiyada, Moskvada harbiy xizmatga borib keldim. Keyin yana shu o'zimizning ishimizni qo'shiqlar bilan Bitta sohani mutaxassisi bo'lishida ustozlarning o'rni katta, to'g'rimi? Sizni kim qo'llab-quvvatlagan, kim o'sha musiqa bilimidan sizga ta'lim bergan? Bir Igor Ilyayev degan domlam bo'lardi. Birinchi bo'lib haligi qo'shiqdan maktabni bitirganingizdan keyin go'zal ijro qilib bormaysiz hamma narsani. Shu odamda ancha tarbiyasini olganman. U kishim keyin eshitishimga qaraganda shu ko'chib ketishib boshqa davlatda yashashyapti deyishdi. Ancha bo'ldi ko'rganim yo'q. Ustani domlamizda. Ulardan keyin qanaqa ustozlar? Endi ulardan keyin mana har bitta san'atkor o'zidan oldin ijod qilgan, sermahsul ijod qilgan ustozlarni hammasini masalan men ustozim deyman. Ulardan bir shaxsan borib ta'lim olmagan bo'lsam ham ularning qo'shiqlarini eshitib, ularning ijodlariga qiziqib, endi menimcha shunaqada kimgadir qiziqsangiz, kimgadir ijodiga qiziqsangiz, kimnidir hurmat qilsangiz, yaxshi ko'rsangiz, bir qo'shiqda o'zingizda ham bo'lsa kerak, bir qo'shiqda qayta eshitsangiz, meni fikrim o'sha qo'shiq yaxshi qo'shiq. Qaytadan eshitgingiz kelsa, yana qaytarib eshitasiz. Agar bir eshitsangiz u yaxshi ekan deb o'tkazib yorib, yana qaytib eshitgingiz kelmasa, meni fikrim bu, o'zimning fikrim. Agar yana qaytadan eshitgingiz kelmasa, demak o'rtacha qo'shiq bu. Yaxshi qo'shiq deb qaytarib eshitgingiz keladi. Hammada bo'ladi bu. O'zini yoqtirgan qo'shig'i bo'ladi, o'zini yoqtirgan asari bo'ladi. Shuni qaytarib eshitgingiz kelsa, tamom, u demak sizdaqalar ko'p bo'lsa, demak u hit, u zo'r narsa degani. Fikrim shunaqa. Endi oddiyda endi bunga ulkan bir ilm kerak emasdi bunga, buni tushunish uchun degandek. Hozir aytyapsizki, o'sha bitta qo'shiqni takror eshitsa inson. Shaxsan o'zingiz qaysi qo'shiqlarni takror eshitasiz? Men juda ko'p qo'shiqlar takror eshitaman. Endi hozir sanab o'tirsam, intervyumizda yarmidan ko'p o'tib ketib qoladi. Ustoz san'atkorlar bo'lsa kerak asosan. Ustozlarda, yo'q faqat ustozlarda emas. O'zingizni qo'shiqlaringizni maza qilib eshitib. Shogirdlarni ham yaxshi qo'shiqlarni eshitaman, faqat ustozlarni emas. Endi u qo'shiqqa mehnat qilgan u yigitlar. Sirojdan aka Saidov. Prezidentimizni Farg'onaga tashriflarida uchrashib qoldik. Oxirlari yonlariga borib, keyin ruxsat so'radi. Aka dedim, shunaqa bir tijoratchi do'stim Tursunboyga degan she'r yozishgan ekan. Endi chiroyli hazil qo'shiq. Keyin aka shu she'ringizni qo'shiq qilmoqchiman. Ertaga so'ramada demang deb aytib qo'ydim deb ogohlantirib qo'ydim. Nima dedilar? Mayli dedilar. Endi juda mayli dedilar aka, endi Xudo xolasa nasib qilsa shu yaqin kunlarda chiqarib olamiz qo'shiqni. Premyerasi bo'ladi. Demak, tomoshabinlarga yaqin kunlarda Bahodir Mamajonovdan ajoyib premyera. Shu e'lonni ham aytib ketaylik birato'la. Chunki tijoratchi do'stim Tursunboyga degan qo'shiq deb nomlanadi. Bahodir aka, mana hozir so'z haqida aytyapsiz-da, she'riyat haqida gapiryapsiz-da. Bugungi kunda ming afsus deb aytamizki, shunaqa sayoz, mazmun mohiyati yo'q qo'shiqlar ko'payib ketdi. Mana siz har bitta qo'shig'ingiz ustida, o'sha bitta qo'shiqni yaratilish tarixi qanday kechadi sizda? Uzoq muddat o'sha elaklardan saralanib dunyoga keladimi bir qo'shiq? Ko'p shoirlar she'r tashashadi. Keyin men doim bu yoshlarga, shogirdlarga ham aytaman, shoshilmanglar deyman. Maqsad san'atda chiroyli qo'shiq yaratib berish odamlarga. Bugun bitirib ertaga bir eshitib o'tkazib yuboradigan asosiy bunga birinchi sabab, meni o'ylashimcha, eng zo'r sabab birinchi, shaxsan men musiqasidan ham ko'ra birinchi so'ziga e'tibor beraman. Qo'shiqdan qo'shiq eshitishdan maqsad o'sha dam olish, o'sha so'zlar asabingizga tegmasligi kerak. Mana dahshat muzika qilsangiz, u so'zi asabingizga tegib tursa, musiqani. Undan ko'ra so'zini o'chirib qo'yib, musiqani o'zini eshitib o'tiraveradi. Shuning uchun yaratilayotganda meni fikrim birinchi bamanroq so'z bo'lish kerak. Keyinchalik ham uzoq ham yashaydi. Zo'r yaratilgan qo'shiqlarning hammasi so'zlari zo'r qo'shiqlar, umrboqiy. Mana hozir ham 100 yil oldingi qo'shiqlarda ham yoshlar ham aytib. Demak, shu
fikrim shuki, sal uzoqroqda o'ylab ish qilgan ma'qulroq. Demak, so'z qanchalik zalvorli, mulohazali bir tomoshabinni o'ylantiradigan, qalbdan qalbga yetadigan bo'lsa, umrbod yashaydi. Bugungi mana shunday yoshlarni ijodini tinglab turib, qanday munosabat bildirasiz? O'zi saralab olishadi o'zlari. Oq qorani qora, qizilni qizil qilib olishadi o'zlari. Meni fikrim shu. Hozir buni o'zingizni qiynab, bu yaxshi, bu yomon deyishni kerak, o'zi odamlarni o'zi saralab oladi degan umiddaman. Bitta yaqinroq muxlisingiz ashita o'xshamabdi-da deb qoladi. Shundan o'zi sezib olaverasizki, juda kuchayib ketgan hozir. Demak, 7 o'lchab emas, 70 o'lchab ish ko'rishga to'g'ri kelyapti. Hozir shoshilmaslik kerak bu narsa yaratishga. Ijodda. Meni fikrimcha, puxta qilib, chiroyli qilib berish kerak deb o'ylayman. Mana misol uchun umr boqiy degan qo'shiqlar deganda, mana 18 yoshimda edi degan qo'shig'ingiz ham bugungi kunda qayta eshitgan sari inson maza qiladigan va kerak bo'lsa ko'ziga yosh olib, o'sha bolalikni eslab, o'sha 18 yoshim qani deydigan bir insonni qalbiga, nima deydi, kayfiyatiga ta'sir o'tkazadigan qo'shiq deyish mumkin. Mana shu qo'shig'ingizni yaratilish tarixi qanday bo'lgan, shular haqida so'zlab bering. Odam hayot bilan, tirikchilik bilan bo'lib, kunini, yilini, umrini o'tganini sezmay qolar ekan. Dunyo tashvishlari, hayot tashvishlari, achchiq shirin tashvishlar bilan bu sezmay o'tib ketib qolar ekan. Keyin bir joyda shu qo'shiqni eshitsangiz, yana keyin o'sha qaytib siz aytayotgan yoshlik, siz aytayotgan kunlar esiga tushib ketar ekan. Bu she'rning yozilganiga shoir aytishlaricha Karimberdagi samarqandlik shoirimiz akamiz Karimberdi To'ramurod yozgan she'r. Akadan so'rasam, bu she'r juda bir 10-15 yil oldin yozilgan she'r dedi. Gazetalarda chiqqan ekan. Keyin bir necha tillarga tarjima qilib, Ozarbayjon tiligacha ham tarjima qilingan ekan. Qirg'iz tiligami yo qozoq tiliga ham tarjima qilingan she'r ekan. Gazetada chiqqan ekan, muxlislar menga ko'rsatishdi, shu oldingi chiqqan gazetadagi. Ha, o'qib ko'rdim, ahamiyat bermadimmi, keyin menga yozib yuboringlar dedim, keyin telefon qilib 2-3 kundan keyin. Yaralishi, boshlanishi shundan bo'ldi. Aslida bu juda eski she'r, juda oldin yozilgan she'r. Lekin mohiyatini yo'qotmaydi. Ertaga yo'q, bir asrdan keyin ham, 2 asrdan keyin ham o'zini mazmun mohiyatini o'zi yo'qotmaydigan mavzu. Mavzu ham yaxshi bo'lgan, so'zlar ham. Musiqasini o'zimizda mana shu vodiydan Farruh degan ukamiz bor, shu aranjirovkalarini qilib berishdi. Ularning ham qo'llari dard ko'rmasin, omon bo'lishsin. Bahodir aka, ichimdagi dushmanlarim, bevafo do'st kabi qo'shiqlaringiz ham tomoshabinlar qalbidan chuqur joy olgan. Qaysi shoirlar bilan ijod qilasiz? Ushbu qo'shiqlarning yaratilish tarixi qanday? Bu insonni gapirmaslikda iloji yo'q. O'zim yashaydigan qishloqda yonida Dutur qishlog'i bor. Men Xuromobod degan qishloqda turaman. Bahodir akam Dutur qishlog'ida turishadi. Adash biz. Mendan yoshlari ulug'roq, she'riyat masalasida ko'p maslahat qilardik. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, akam olamdan o'tishdi. Bahodir aka. Birinchi ijod boshlaganimda u insonni she'rlari bilan boshlaganman. Hozir siz aytayotgan ichimdagi dushmanlarim, bevafo do'st degan bechora qiz, bu qo'shiqlarda so'zlarni Bahodir akam yozib berishgan. Bu inson endi ajoyib inson edilar. Juda chiroyli rasmlar ham chizishardi. Mana ko'zalarga, charxalarga chiroyli rasmlar ham chizib, yaxshi haykaltarosh ham edi. Har tomonlama bir ajoyib inson edi, ijodkor odam edi. San'atga fidoyi deyiladi-yu, san'at adabiyot fidoyisi edi bu odam. Rahmatli. İçimdagi dushmanlarimni ham u kishi yozgan. Keling endi shu ichimdagi dushmanlarim qo'shig'idan bir muxlislar uchun jonli ijro eshitsak. İçimdagi dushmanlarim, men bilmagan bilganlarim, suyib yaqin ko'rganlarim, ichimdagi dushmanlarim, arzim eshit, do'sti g'arib, yoshim o'tmay qoldim qarib, yuragimni qildi ado, ichimdagi dushmanlarim, yuragimni qildi ado,
içimdagi düşmanlarım, suratidan do'st qadrdon, bergudayin men uchun jon. Asli ichimdagi shayton, ichimdagi dushmanlarim. Dushmanlar haqida gapiryapmizda. San'at olamida baribir bo'ladi. Kimgadir ishonasiz, inonasiz, lekin o'sha ishonchingizni oqlamay qolishi mumkin-da. Pand berishi mumkin, do'stlar pand berib qolishi mumkin. Xuddi shunaqa vaziyat sizda bo'lganmi? Misol uchun, do'stlardan yoki eng yaqin insonlaringizdan pand yegan paytlar. Men o'rganib qolganman bunga. Iloji boricha ahamiyat bermaslikka harakat qilaman. Foydasi yo'qda siqilishdi. Kimdir sizni aldasa, kimdir sizni xafa qilsa, o'sha odamga e'tibor berib, asabingizni buzganingiz qoladi. Undan ko'ra chiroyli o'zingizni hayotingizni yashaganingiz ma'qulroq deb o'ylayman. O'zi hayotda to'la to'kis hech kimga ishonmaslik kerak-da. O'zi hayotda. Aslida hayot qonuni to'la to'kis hech kimga ishonib bo'lmaydi. O'zingiz uchun Eng yaqin do'st. eng yaqin do'st, eng vafodor odam o'zingiz harakat qilasiz. Yaqinlar bo'ladi. Eng aziz ota-ona endi. Avvalo Xudoyu, ota-ona asosiysi. Akangiz, ukangiz. Shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi. Kimdandir maslahat olgingiz, kimdir bilan o'sha nimadir masalani yechimini topishga harakat qilgan paytda. Menda ham bor, sizda ham, hammamizda bor. Haligi yuragingiz aytib turadi. Kim sizga yaqinroq insonligini. Masalan, shaxsan men shunaqa. O'zim aytib turaman ichimda, shu odam menga yaqinroq, shundan maslahat so'rayman deyman. O'sha maslahat beradi. O'sha maslahat keyin o'sha odamni yuragingizda aytgani to'g'ri ham chiqadi. To'g'ri ham maslahat beradi. Demak, shunaqalar bor sizni atrofingizda. Atrofimda juda ko'p yaxshi odamlar. Yaxshi do'stlarim ko'p. Yaxshi qadrdonlarim ko'p. Nimaga unda bevafo do'st haqida gapiryapsiz? Yaxshi do'stlaringiz ko'p bo'lsa. Yaxshi do'stlar haqida ham aytganman. Bu menga kimdir bir yomonlik qilgani uchun emas, yo dushmanlarim ham yoki bevafo do'st nimasi ham. Shu temada qo'shiqlar kam bo'lgan o'sha davrlarda. Bu endi bir 20-30 yil naridagi qo'shiqlar. Hozir buni eshitgan odamlarning yoshi 25-30 yoshga katta bo'ldi. 20 yosh, 25 yoshga. Juda eski qo'shiqlar bular, juda. O'sha yillarda aytilgan. Qo'shiqlaringizni eshitganda ma'yuslik, sokinlik seziladi-da. O'z kayfiyatingiz bilan bog'liqmi shu yoki hayotda boshqachamisiz? Aslida xarakteringiz qanaqa? Hozir gaplashib o'tiribmiz, shunaqaman, bir xil. Bir xil deyiladi. Uyda ham shunaqaman, ko'chada ham, do'stlarimning orasida ham rol o'yna olmayman, xullas kalom. Boshqacha qiyofaga kira olmayman. Shu uyda ham, ko'chada ham shu bir xil. Hamma o'rganib qolgan shu yaqinlarim ham bilishadi. Bahodir aka, otaning qadrini qaydan bilsin degan qo'shig'ingizni ajoyib ijro etgansiz. Mana shu otalar haqida so'z ketganda baribir nima deydi, ota-ona bizni borimiz, vujudimiz, eng ishonganimiz. Shaxsan o'zingiz otangizni qadrlariga yetdingizmi, qadrlay oldingizmi yoki farzandlik umuman burchini ado eta oldingizmi? Meni dadam bir umr maktabda o'qituvchilik qilishgan. 93 yoshida olamdan o'tishdi. 93 yoshda. Onam biologiya o'qituvchisi bo'lishgan. Endi men o'qituvchilarning bolasiman, ha. Oilada 3 o'g'il, 1 qiz, bitta singlim bor, 2 ukam bor. Bosh farzandsiz. Men kattasiman, ha. Endi bu she'rga, bu qo'shiqqa kelsak, hozir siz faqat men siz so'rayotgan shoirlardigina gapiryapman. Ko'p qo'shiqlarimda avtorlari bor, shoirlari bor, boshqa endi hali ularga noqulaylik bo'lmasligi uchun qaysi qo'shiqni so'rasangiz, o'sha qo'shiqda avtor haqida gapirib beryapman-da endi. Buxorolik yosh shoir ukamiz Kamoliddinjon degan yigit bor. Shu yigit she'rlari. She'r juda yoqib qoldi. Kitoblarni berishdi. Aka, kitoblarning ichidan ko'rib chiqing, yaxshirog'i bo'lsa ishlatarsiz deydi. Keyin shuni she'rlarini aytdim. Ko'pchilikka yoqdi endi. Payt hayotimidalar dadangiz? Dadam hayotida. Eshitib qanday munosabat bildirdilar? Endi dadam bitta gapi bor edi dadamda doim. O'g'lim, sen yaxshi bo'lsang hamma yaxshi deyishardi. Iloji boricha
odamlarga yaxshilik qilaverdik. Kuniga bitta odamni ko'nglini og'ritsang, bir yilda 360 ta odamni ko'ngli og'riydi. Haqiqiy farzand bo'la oldimmi, bo'la olmadimmi, buni bilmadim. Ko'proq yo'qotganingizdan keyin bilar ekansiz. Ha. Agar balkim bugungi aqlim bo'lganda, o'sha kundagidan yaxshiroq qararmidim bugun. Yana degan o'tib turar ekan. Mana yerdan, qalbingizda. Onalar o'g'il farzandini boshqacha yaxshi ko'radi, boshqacha bir mehr beradi. Yana siz bosh farzandsiz. Aslida ilk ustozingiz onangiz desak ham adashmaymiz. Sababi ilk alla ohangini ko'nglingizga jo qilgan albatta onangiz. Onam ekkan rayhonlar qo'shig'ini kuylab bersangiz. Ekkan rayhonlariga, keyin tandirlar, uyda tandir bo'lardi, non yopishardi. Haligi she'rda ta'sir qilgani she'rda o'sha xotiralarni she'r gapirib beryapti-da. Qo'shiqda dunyoga kelish. Keyin hozir juda zamonaviy sho'x qo'shiqlar qilish kerak dedi shogirdlar, yoshlar. Menda unaqa emas, men faqat shu yuragim aytgan ishni qilaman. Ota uyga kelsam gar to'qnab ketar hijronlar, bo'y taratar muattar, onam ekkan rayhonlar. Horg'in suhbat qilgandek, horg'in xayol surgandek, meni kutib turgandek, onam ekkan rayhonlar. Shirin suhbat qurgandek, horg'in xayol surgandek, meni kutib turgandek, onam ekkan rayhonlar. Aytganingizdek, yo'qotgandagina biz anglaydigan haqiqatlarimiz juda ko'p. Oxiratlari obod bo'lsin o'tganlarimizni. Bahodir aka, samimiy suhbat uchun sizga alohida tashakkur bildiramiz. Rahmat. Nasib etsa, mana tilagimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan O'zbekiston xalq artisti unvonlarini olishda ham sizni yo'qlab kelish, qutlash bizlarga nasib etsin. Iloyim bardavom bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling.